Ha mayli. Puliga qaramasdan kiyinadigan paytlar ham kelar. Pulim oshib ketsa ham bunaqa narxga kiyim olib kiymayman. O'zimdan ham pishiqsan-ey, tavba qildim. Bo'pti, sen uyga boravergin, berkitib, men bir pas kira qilaman. Shundoq ko'p ishlayapsiz dadasi. Kechqurun uyga borib dam olsangiz bo'lardi. Sen ham yarim kechagacha to'rt pishirib chiqasan-ku. Seni ham qiynab qo'ydimmi? Menga to'rt pishirish yoqadi. Yana ozgina sabr qilaylik. Xudo xolasa niyat qilgan do'konimizni ochamiz, xo'p? Xo'p. Mayli, yaxshi boring. Aytgancha qizlarga ilakishib yurmang yana. Jinnimi san kim qaraydi menga? Allohga omson ekan-a. Qara bir pasda 5-do'konimizni ochamiz. Yetkizganiga shukr. Yuringda do'koningizni ochib bering, xonim. Xo'p bo'ladi-da. Baqroqga. Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Aka, mashinangiz zo'r ekan. Muvaffaqiyatlaringiz siri nimada? Menga ishonadigan, sabrli, shukrli xotinimi borligida.